Somalining poytaxtida saylovlar kechikishidan gazab bilan janglar avj oldi. Bu harakat, shuningdek, saylovlarni orqaga surdi va muxolifat orasida norozilikni keltirib chiqardi. Ular buni Muhammadning hokimiyatni markazlashtirish rejasi deb biladilar. Hukumat bu ayblovlarni rad etdi. Muxolifat payshanba kuni tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Associated Press axborot agentligining xabar berishicha, ko'chalarda ko'plab odamlar bor va politsiya patrullik qilmoqda. Politsiya zo'ravonlik, uyushgan hujumlar tufayli sodir bo'lganini aytdi va buni hokimiyatni ta'minlashga harakat qilayotgan siyosiy guruhlar bilan bog'ladi. 2007 yildan beri Al-Shabaab qurolli guruhiga qarshi kurashayotgan Somali uchun bu yana bir siyosiy to'ntarish. Somali oxirgi marta 1969 yil Rossiya yaqin kungi muhim saylovlar oldidan Armanistonga bosimni kuchaytirdi. Moskva gaz narxini oshirish bilan tahdid qildi. Rossiyadan ba'zi Armaniston mahsulotlari importini cheklash uchun choralar ko'radi va mamlakatni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ukraina va turgunlik urushi Sankt-Peterburg iqtisodiy konferensiyasida. Bu haqda Fransiya 24 muxbiri Nik Rashford xabar bermoqda. MAGA jangchisi Loren Boebert Trump o'z ishiga tayyorlaganidan keyin javob qaytardi. Ishim bor. Kolorado shtati davlat kotibi ma'lumotlariga ko'ra, Trump Kolorado shtatida nomzodlar uchun ariza topshirishning oxirgi muddatidan 2 oy o'tgach, 18 mart kuni kelgan MAGA qat'iyatiga asosiy e'tiroz bildirishga chaqirdi. Xo'sh, men birinchi darajali bo'la olmayman, dedi u chorshanba kuni Capitol Hill'dagi Independent nashriga. Mening asosiy tanlovim yopiq, shuning uchun men prezidentni qo'llab-quvvatlayman va biz oldinga intilamiz. Trump Kongressdagi eng katta tarafdorlardan biri bo'lgan Boebertga Trumpning vakillar palatasidagi Respublikachilar konferensiyasidagi eng katta tanqidchisi bo'lgan deputat Tomas Massi uchun saylovoldi tashviqotini olib borganidan keyin zaif fikrli deb hujum qildi. Shunday qilib, vatanparvar Trump Eron urushini cheklash uchun ovoz bergan respublikachilarni qoraladi. Ilgari palatada 3 marta muvaffaqiyatsizlikka uchragan rezolyutsiya 215 qarshi 208 ovoz bilan qabul qilindi. 4 nafar respublikachi demokratlarga qo'shilib, ko'pchilik chegarasidan oshib ketdi. O'zining Truth Social onlayn platformasida Trump qonunchilarni Eron Islom Respublikasi bilan urushni tugatish bo'yicha yakuniy muzokaralarim o'rtasida rezolyutsiyani qabul qilganliklari uchun qoraladi. Kim bunday vatanparvarlik qilmaydigan ishni qiladi, deb yozgan Trump. Eron bilan uzoq muddatli otashkesim kelishuviga erishish bo'yicha sa'y-harakatlar to'xtovsiz davom etdi. Trump ma'muriyati harbiy tahdidlar va diplomatik muvaffaqiyatga erishish mumkinligi haqidagi va'dalar o'rtasida qayta-qayta almashdi. So'nggi muzokaralar